ishlayotganinglarda mana shunaqa muzika ting'allab turmasa bo'lmaydimi sizlarda ham? Menda shunaqada. Tak Buxorodan kelgan shogirdimiz 4-maydagi zakazlarni ko'rishimiz mumkin. Ketma-ket zakazlar tushib yotibmiz. Natijalar yaxshi, yomon emas. Kam summa bilan yaxshi natija qo'yibdilar. Umuman boshqa sohada ishlaganlar kompyuterni ham uncha yaxshi bilmaydi. Shunga qaramay yaxshi natijalar qilamoqmiz. Univershop magazini. Yoshlari ham katta, 40 dan baland. Shunga qaramay yaxshi natija. Eng kichkina shogirdimizning yoshi 15 yosh bo'lgan. Eng kattasi mana 40 dan baland. O'rganish uchun yosh ahamiyati yo'q.